Mana shu videoni ko'rib kelgan mijozlarimizga Rafaello kurtkamizni 45 dollardan boshlanadi. Lekin bunisi sal qimmatroq. Bizdagi terilar, bizdagi kojalar hammasi 100% to'liq oshlanadi. O'rta Osiyo dunyo bo'yicha eng kattasi bizamizda. 3 etajdan 3 ta 9 etajli assortiment. Qishin yozin shu sohadamiz, o'shanga bizda aslatkalar yo'q. Ekolarimiz bir 100 dollardan fasoniga qarab 300 dollargacha. Boshqa kiyimlardan to'liq assortiment ko'rmoqchi bo'lsangiz, baribir Telegramga o'tib qo'yasizlar. Unda qarasangiz, teksturasidan zam kashmir deb o'ylaysiz. Iloji boricha palto tanlayotganda bitta oling, yaxshisini oling. Kiymasingizdan turgan joyida ham katushka bo'lib ketadigan paltolar bor shu darajada. Bu yil modaga chiqishi kutilayotgan rang antrasit deyiladi. 100 dollarga bitadi ishinglar bu bilan. Narxni aytib o'ta qoling, ko'p gapirmasdan. Narxlari mana shunaqa mexlilari sizga qisqasi eng zo'r narxlar bizada. Assalomu alaykum, bizning qadrli kuzatuvchilarimiz. O'zicha YouTube'dagi kuzatuvchilarimni shunaqa hurmat qilib qo'yaman. Shuning uchun sizlarga hozir chiroyli video tayyorlayapmiz. Video davomida har bitta tovarlarimizning narxlarini, bugungi narxlarini aytib o'tamiz. Qarang, video qachon olinyapti? 17 avgust 2026 yil. Bilaman bu videoni keyingi ham ko'rishingiz mumkin. Bu videoni o'chirib yubormaymiz, YouTube'da turadi. Nimadan boshlaymiz? Lokatsiyadan boshlaymiz. Imperiya palto do'koni qayerda joylashgan? Toshkent shahar, Shayxontohur rayoni, ko'cha Archa ko'cha deyiladi. Mana shu ko'cha Archa ko'cha deyiladi. Bu yoq tarafimiz Orzu chorrahasi. Bu yoq taraf bo'lsa nima deyiladi? Archa ko'chaga ketirish. Archa ko'chaga ketirish. Metrolar bor. Berungi metrosi bor, Tinchlik metrosi bor. Bizdan bir 2 kilometr uzoqlikda. Avtobusda kelsanglar ham bo'ladi, metroda kelsanglar yana bitta пересадка bo'ladi обязательно. Metroda Beruniyda tushib qolganinglar yaxshi. Yuridiskiy adres 4-proyezd, Shumanayskiy 32-uy. Pastda telefon nomer qoldirdik. Telegramdan shu nomerga yozib olsangiz, lokatsiyani tashlab beramiz. Shu do'konimiz 100 metr pastda. Yonma-yon emas, 100 metr pastda shu do'konimiz bor. Elit do'konimiz ham shuba bilan yonma-yon. Do'konimiz 3 etajli plus podvali bor. Endi podvalda razmerli turadi asosan. Sklad. 3 etajli do'kon. Kelinglar. Do'konda hamma shart-sharoitlarimiz bor. Kelasiz, shuna eshigidan kirishingiz bilan xudo xolasa xodimlarimiz kutib olishadi. Tanlashdan muammo bo'lmaydi. Keling. Bizga tovarlar asosan Turkiyadan keladi. Bu materiallar har xil bo'ladi. Turkiyaning o'zini materialini ishlatamiz. Garantiyali materiallarimiz bor, italyanskiy materiallarimiz. Misol uchun bu palto Turkiyada tikilgan, sostavida naturalniy narsalari bor. Kashmir emas, kashmir deyilmaydi. Bu nisbatan arzonroq chiqadigan palto. Narx arzonroq chiqadi. Sostavida sherstli bor. Svet yoqib qo'ying, aka. Mana, sherstli sostav. O'zi bilasizlarmi, O'zbekistonda palto sotuvchilari bir yolg'on bo'lmaydi, 80%, 90% desam ham. Nima sotishayotganligini bilishmaydi. Etiketkasidagi narsani pram o'qib berishadi. Paltoni tanlashda maslahatim ishonchli joylarga kelib olinglar. Palto Turkiyada tikilgan, tureskiy materialda, uzunligi 120 santimetrli. Boshqa joylarda xuddi shu paltoni kashmir deb sotishyapti. Xuddi shu emas, shunga o'xshagan materialdagisini. Даже sherstdan emas, boshqa joyda sotilayotgan paltolar. TR material deyiladi. Men o'sha materialni ham sizga ko'rsatib o'taman. Bu narsani narxi sal qimmatroq. TRlar bor, ular arzon chiqadi, chunki sostavida naturalniy narsasi yo'q. Bu bo'lsa naturalniy sherst palto. Paltoning narxi 240 dollar. Bugungi kunda 240 dollar. Birinchi etajdagi paltolarimiz boshlanishi 150 dollardan boshlanadi. Mana shunaqa uzun mexli paltolar, mexsiz paltolar 150 dollardan. Mana bu narxini 180 qilib beramiz. Materiali boyagi bilan почти bir xil. Stoyka qilib kiysangiz bo'ladi, oldini ochib ham kiysangiz bo'ladi. Razmerlar butun ko'rasiz, astatka narsalar emas, yaqinda kelgan. Bizning eng zo'r ustun tarafimiz qishda ham, yozda ham shu soha bilan shug'ullanamiz. Shuni hisobiga bizda astatka bo'lmaydi hech qachon, astatka narsalar sotmaymiz. Aytaylik, qish tugadi, sezon tugadi, hammasini qopga solib, keyingi sezonda ochmaymiz emas. Qishin yozin shu sohadamiz, o'shanga bizda astatkalar yo'q. Keling, qarang. Manikaniga kiygizib qo'yishdi, chiroyli qilib, mana bunaqa eko narsalar ham bor. Bular narx arzonroq chiqadi. Ekolarimiz bir 100 dollardan fasoniga qarab 300 dollargacha. Kalta paltolarimiz bor. Kalta mexsiz paltolar ham xuddi shunaqa 140 dan boshlanadi. Buning narxi 220 dollar. Boshqa kiyimlarimizdan bor. Asosan jenskiy. Boshqa kiyimlardan to'liq assortiment ko'rmoqchi bo'lsangiz, baribir Telegramga o'tib qo'yasizlar. Boshqa kiyimlarning narxi yo 80 dollardan 250-300 dollargacha bor. Xillari ko'p. Mana bunaqa kojinisi bor. Bu yerda mana bunaqa ro'mollar ham bor. Naturalniy norkoviy ro'mollardan ham bor. Ko'rasiz? Qisqasi hamma narsa bor. Shubalar ham bor, shubalar shuba do'konda. Bu yerda plashlarimiz bor ekan. Yaqinda keldi bu plashlarimiz. Stoyka yoqaligidan bor, angliskiy yoqaligidan bor, keyincha bunacha kapshonkaligi bor ekan. Kapshonkaligidan bir dona qopdi.
Bu uzunlikda plashlar $45 boshlanadi, lekin bunisi sal qimmatroq. Material to'qilishi twill deyiladi. Twill uslubida to'qilgan, shuni hisobiga sal qimmatroq chiqadi. Suv o'tkazmaydi, suv shunmaydigan proshniy narsa. Narxi $170. Mana bular bor, misol uchun $80 dan. Bu yerda klientlarimiz yurishdi. Qisqacha nimalar borligini ko'rsatib o'tdik. Yetadi, birinchi etajga yetadi deb o'ylayman. Ikkinchi etajga chiqib keling aka. Hamma sharoitlarimiz bor, do'konda lift bor, eng g'amlisi. Vannalarimiz ham bor. Keling aka. O'zi aka, mana shu O'rta Osiyoda eng katta, O'rta Osiyo dunyo bo'yicha eng kattasi bizamizda. 3 etajdan 3 ta, 9 etajli assortiment. Shuning uchun ham bizga Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Amerikadan juda ko'p davlatlardan kelib xaridlarni qilib ketishadi. Muskoylar bor, lekin assortimentlar sal kamroq. Asosan женский narsalardan vыбили ko'p. Muskoylar ham bor, yo'q emas. Misol uchun mana shu kurtkaning narxi $200 atrofida. Ichki taraflari naturalniy moton, koja detalli ishlatilgan. Turkiyada ishlab chiqarilgan bu narsa. Nimchalarimiz bor. Nimchalarning narxi mana buni ko'rasiz. Orqasiga natural kash ishlatilgan, naturalniy materialda qilingan. Mexlar naturalniy pieces. Materialimiz, buni materialni hozir aytaman sizga. 90 ga 10. 90% shers, 10% kashmir, 100% natural narsa. Oldi tarafi natural norka. Buni narxi $320 dan $440-460 gacha bor. 70-75 taliklardan shu narxda. Bularni uzunlari ham bor. Bir yergacha tushib turadigan 130 taliklar. Ularning narxi ancha qimmat. Bular bir $900 gacha bor. Bugungi kunda endi sezonda narxi oshishi bor, tushishi bor. Sezonda aniq narx ayta olmaymiz. Bugungi narx bo'yicha shunaqa. Rasvetkalari juda ko'p. Keyingisiga o'tiramiz. To'y hashamlarga kiyishga mana shunaqa kalta paltoyimiz, polo paltoyimiz. Qo'lidagi detali natural. Lekin bu piton emas, ilon terisi emas. Naturalniy kojadan mana shunaqa 3D qilib, ilon terisiga o'xshatishgan. Nu kojasi natural. Ilon terisidan ancha proshniy. Bularning narxi o'rtacha 300 atrofi chiqsa kerak. Yaqinda keldi. Bunda hali sotilmadi. Boyagi ko'rsatgan nimchamdan bu ham hozir nimchalar, mana shu nimchalar aktual bo'lyapti. Bu yerda необычный eksklyuziv narsalar xohlaydiganlar uchun lama. Naturalniy shubkamiz bor. $400 atrofida chiqadi bular. Naturalniy lama. Bu yerda babyorimiz bor. Misol uchun ko'pchilik buni hozir qo'ydilarga, qudandilarga olishyapti. Zo'r narsa, chiroyli narsa. Narxi unaqa qimmat emas, $360. Imini shu fason $360 chiqadi. Qudandilarga yana bu yerda ham bor. Alcantaro. O'sha Alcantarolarni ham yaxshi ko'rib olishyapti. Yoshlarga, o'rta yoshlilarga, yosh kattalarga bu ham yaxshi narsa. Men pitonlari natural. Original piton, yoqalari natural norka. Kojalardan hali to'liq assortiment olmadik. Mana. Dengizdan bir tomchi bu. Yoqalari yechiladi, kojalari yumshoq, mayin, juda yengil, halol natural kojalar. Bu yerda bunaqasidan ham bor. Nega halol deyapman? Bizdagi terilar, bizdagi kojalar hammasi 100% to'liq oshlanadi. Oshlanganda ham chala oshlanmaydi, hammasi tekshiruvdan, sifat nazoratidan o'tadi. Bemalol qo'rqmasdan kiyaversanglar bo'ladi. Plashlardan bor, yomg'irli sezonga. Hali yana assortiment olamiz. Ko'rsatib o'tirmayman. Plashlarimizni, misol uchun mana bunisi necha pul qo'yildi? 77 qo'yildimi? $77 bunisi. Mana bunisi 150 atrofi, 200, 250, 300 gacha bor plashlardan. Bu ham endi materialga qarab ketaveradi. Bundoq qarasangiz fasoni bir xil bo'lib tuyulishi mumkin, lekin materiali katta rol o'ynaydi. Bu yerda kalta plashlar bor ekan, aka. Bitta ko'rsataylik. Kalta plashlar bor. Keyin bu qator gir aylanasiga norka yoqali Rafaello kurtkalar. Anaqa kurtkalardan. Mana shu videoni ko'rib kelgan mijozlarimizga Rafaello kurtkamizni mana mashinasini $200 qilib beramiz. Shu yoqasini o'zini hisoblab ko'ring, narx chiqib keladi. $200 ga zo'r narx. Nima qilamiz? Endi dal o'tamizmi? 3 ga chuqur qolaylik, aka. Ko'pchilik so'rashadi o'zi, siz bu do'konda kimsiz o'zi deb qo'yishadi. Qaranglar, men bu do'konni xo'jayini emasman, egasi emasman. Egalari, xo'jayinlari boshqa. O'zi Imperiya brendi bir ajoyib tarixga ega. Profilimizga kirib ko'rsanglar, eski videolarni ko'rsanglar, brend bir meni yoshimdan ham katta yoshga ega. Ancha yildan beri faoliyat yuritib kelyapti. 3-etajda asosan uzunroq narsalar, paltolar, mexli narsalardan bor. Mana bitta misol, palto sostavi 90 ga 10, naturalniy pieces, narxi o'zining narxi 11 million kiz ekan. Hozirgi kunda chegirmada bir 550-600 atrofida chiqadi mana shu palto. Kapshonkali alkantarolarimizdan bor. Ularning narxlari $270 dan $450 atrofigacha bor. Unda ham bo'lsa shu mexiga qarab farqlanadi, har xil mexlilari bor. Xo'p,
ko'rsatishgacha narsa ko'pda. Ishoning, bir 8 soatlik, 9 soatlik video qilsa ham bo'ladi. Даже narsa ko'pligidan. Sizga qisqacha ko'rsatib ketaman. O'shanga qarab mo'ljal olib kelishingiz uchun. Ko'pchilik yozishadi, qachon olgani yaxshi tilada, qaysi payt arzon bo'ladi, bahorda kelaymi, yozda kelaymi, qishda kelaymi. Har mavsumda o'ziga yarasha brigadalari bo'ladi. Kuzda olsangiz ham yutasiz, yozda olsangiz ham yutasiz, qishda olsangiz ham yutasiz. Har mavsumda o'ziga yarasha skidkalar, o'ziga yarasha bonuslar, narsalar qo'shib beriladi. Hech kim hech qachon xafa bo'lib qolmagan bizda. Natural Norka materiali italiyaniki, firmasi Colombo. Xuddi shu narsani, butiklar bo'ladi-yu, bitta narsalar qo'yib qo'yishadi-da. 10 ta chiroq tushirib qo'yishadi, keyin narxini bir 2000, 3000, 4000 dollar qo'yib qo'yishadi. Shunaqa palto. Garantiyalari bor. Materiali Colombo. Firmasini ham qo'yib ketamiz. Shundan Google ga kirib tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Colombo o'zi qanaqa firma? Kimlar shu Colombo materialini ishlatadi? Materialni olish uchun bir 5 oylik, 6 oylik o'chirtga turiladi. Shunaqa talash bo'ladigan material. Materialni o'zi shersti, 100% sherst, avstraliyskiy sherst. Astarlari italyanskiy paltolarimiz asosan satindan qilingan bo'ladi. Terlatib olmaydigan yaxshi narsa. Kojalari natural, mana bunaqa detallari qorayib ketmaydigan, yaxshi proshniy narsalar qo'yilgan. Mexlari yechiladi. 90% mexlari yechiladi. Mana shunaqa paltolar sizga bir 600-700 dollar atrofida tushadi o'rtacha. Lekin mana shu narsalarni butikda ancha qimmat sotishadi. 2000 ga ham ko'rganman, 3000 ga ham, 4000 ga ham baland narx qo'yishadi. Ikkita shtab kelib qo'yishadi, baland narx aytib o'tirishadi. Bizda unaqa emas, optimga ham beramiz, donaga ham olishadi. Qisqasi, eng zo'r narxlar bizda. Eng zo'r narxlar bizda. Bitta fasonda mana ko'ring. Mana shu narsa bir sotilishda 500-550 dollar atrof sotiladi. 80 ga 20. Baby Suri alpaka. Materiali lama deyiladi. Materialdagi ishlatilgan narsalar Janubiy Amerikada Peru degan davlat bor. Poytaxti Lima. Ana o'sha yerdan olingan. 20% gina shers, 80% lama. Zo'r narsa material, ham zo'r narsa. Xuddi shu materialda fasonlarni har xildan bor. Narxni aytdimmi buni? Shu 500 atrofida, 450-500 atrof. Shu narsadan nechta bor? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana 8 ta bor. Butun. Razmerlari butun. Bitta kelgan. Ikkita kelganlari bor, uchta kelganlari bor. Bitta orqanimda aylantirib ko'rsatib, his qilishdan buyammi? Lamalardan qanaqa ko'pligini. Keling, endi mana buni ko'ramiz. Hali aytdimmi boya? TR degan material bor debchi. Mana shu. Material yaqindan ko'rsating. Mana shu narsani ko'cha-ko'yda kashmir deb sotishadi. Buni qarasangiz, teksturasangiz ham kashmir deb o'ylaysiz. Farqiga bormaydigan odam farqiga bormaydi. Endi hamma ham osa umrida bir 2 ta yoki 3 ta yoki 4 ta, maksimum 5 ta olar. Endi hamma ham har kuni palto kiyavermaydi. Odamzod bir umrida bittagina palto kiyadiganlar bor. Endi odamlar ham bor, bitta kiygan paltosini qayta kiymaydigan. Endi hamma har xil. Shuning uchun palto otganda aldanib qolmanglar. Bu kashmir emas, TR. Polisterdan qilingan bo'ladi. Sostavida kashmir yo'q, sherst yo'q, hech qanaqa natural narsalar yo'q. Bu ham katushka bo'lmaydi, tetlashmaydi, bunga ham garantiyalari bor. Bu ham proshniy narsa. Kashmir bilan, sholk bilan, sherst bilan nima farqi bor unda? Nima afzalligi bor? Kashmirlarni siz, kashmirlar yumshoq bo'ladi. O'shaganingizda naush приятный bo'ladi. И issiqlikni zo'r ushlab turadi. Bu unaqa приятный bo'lmaydi. Naush приятный emas deganda qanaqa? Dag'al bo'lib qichitadigan emas. Kashmirchalik yumshoq bo'lmaydi. Lekin bular ham o'ziga yarasha zo'r. Issiqlikni kashmirchalik zo'r ushlamaydi. Narxni aytib o'ta qoling, ko'p gapirmasdan. Narxlari mana shunaqa mexlilari sizga qanchaga? 170-180 dollar atrofida tushsa, mexsizlari 100 dollar, material sifatiga qarab 50 dollardan boshlanadi. Norka yoqalilari bor. Bu yil modaga chiqishi kutilayotgan rang antratsit deyiladi. Antratsit rang. Qoradan ochroq, seriyadan to'qroq. Juda chiroyli rang. Antratsit. Shu yerda o'zida ham ishonasizmi? 3 xil material bor. Birinchi xil materialimiz, ikkinchi xil materialni pastga olib tushib qo'yishdi shekil borlar. Ikkinchi xilni olib tushib qo'yishdi. Ikkinchi xil materialimiz. Yo mana 3 xil material bor. Yaqindan ko'rsating, 3 xil material bor. Eng arzoni mana nimamiz. 100 dollarga bitadi ishinglar bu bilan. Mamalari ish bilan bitadi. Bir 220 dollar atrofida ishingiz bitadi. Mama materialda qilingan bunaqa uzunlik bo'lsa, aytaylik, buni fasoni boshqa-yu. Buni materialda bu bo'ladigan bo'lsa, bir 260 dollar atrofida ishingiz bitadi. Hamma narsa shu materialga bog'liq. Ko'rasiz-ku, ko'rinishidan bir xilga o'xshaydi-da. Lekin bu narsa qachon bilinadi? Kiyganingizda. 2 marta, 3 marta, 4 marta yomg'irli havoda, shamolli havoda kiyasiz, o'tirasiz. G'ijim bo'lishi bor, dazmol qilasiz, chiskasi bor. Ana o'shandan keyin nima deydi? Achinmaysiz to'lagan pulingizga. Iloji boricha palto tanlayotganda bitta oling, yaxshisini oling. Chunki paltolarni ko'rganman, kerak bo'lsa
kiymasingizdan turgan joyida ham katushka bo'lib ketadigan paltolar bor, shu darajada. Yaxshidan oling maslahat. Bitta olasiz, mazza qilib, ayolmasdan, qo'rqmasdan kiyasiz. Yakunlaymizmi? Bilmadim, men yana ko'proq gapirgim kelyapti-yu. Unda podpiska bosib qo'yishsinda profilga. Keyingi videolarni kuzatib borishsa. Podpiska bosib qo'yinglar, kuzatib boringlar. Maslahatim Instagramga ham o'tib qo'yaveringlar. Chunki Instagramda doimiy storylar qo'yib boramiz. Mana shu ko'rsatgan paltolarimdan bitta, ikkita, uchta, to'rtta qolib ketganlarini arzon narxlarda qo'yib boramiz. Shuning uchun обязательно Instagramga kirib podpiskani bosib qo'yinglar. Imperiya Palto Kashmir YouTube'ga ham podpiskani bosing, Instagramni ham kuzatib boring. Dastavka bo'yicha bo'lsa, Telegramdan yozsangiz tezroq javob beramiz. Mana shu yerda telefon nomer qoldirdik. 90li 697 3709. Dunyo bo'ylab dastavkalarimiz bor. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.